Salom tomoshabinlar, bugun men o'zim uchun qishloq topdim. Endi bu qishloqda o'zim uchun uy sotib olaman va uni bezataman. Qishloqda shunaqa ham bor shekilli. Xullas, bitta qishloqdan men bitta narsa sotib olishim kerak. Qani qishloqlarga mo'baga chiqib olay. Salom qishloqlar. Sizlarga bu gapim men shu yerga ko'chib kelib vaqtchiman. Sizlar menga bitta uy beringlar. Tanlayveraymi qishloqlar? Albatta tanlayver. Shu bitta uy tanlab shu yerda yashay. Buni pulini o'zing beraverasan. Yaxshi bo'pti. Qarab. Ana shu uyni oldim zo'rgina. Pulni keyin olib qo'yaman. Eshik. Qani. Yaxshi. Yo'q, bo'lmadi. Mana bu eshik yaxshi. Bundan sizlar qaysi eshik bo'lsa, yaxshi bo'lsa shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men keyingi videomda Akfayli bog'da videosini, bog'da modini video qilib chiqarsam kerak. Nima deysizlar? Men yashil. Yani qishloqda shu uyni o'rnatib olyapti. Buloqqa? Ha, buloqqa shu uy senga bo'pti. Rahmat. Endi bitta olaman. Qani. Chiroyli bo'lsa, mana ichiga narsa solaman. Qaranglar. Men avvalgi kanalimda ham uy topib, uyda uy qilganman. Unda har xil videolar bo'lgan. Bu kanallarga ham o'tib ko'rishni maslahat beraman. Mana pechkani ko'pi yo'q. O'qchamgina uy bo'ldi. Bu hafta narsa qolib ketdimi? Menga bular nima keragi bor? Yetadi obunachilar. Qutiga mana shular o'qib qo'ysam bo'ldi. Haligi kerak emas paytda shulardan olib ishlataveraman. Kerak. Bo'pti, endi obunachilar paqir bilan anaqalar qo'yib qo'ydi. Puli yetmasligi uchun sutdan qo'yib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli yondolarga. Kamon. Endi bu video ham tugayapti obunachilar. Keyingi videolarga sizlar ko'rib tomosha qilib boringlar. Bu videoim yoqqan bo'lsa menga like, kommentariyaga yozinglar. Men kommentariyada sizlarning fikrlaringizni o'qiyman va qaysi YouTuberning videosini chiqarishini ham aytinglar. Mana bu o'qiylar. Qaysi kam videoda o'ynaydigan video chiqaradigan odamni qaysi bir modini qilib beray. Video telefonda qilib beray. Sizlar keyin men uni Telegram kanal ochaman. Agar sizlar shuni aytsanglar, eski Telegram kanal ochaman. Agar sizlar menga kommentariyaga yozsanglar, iltimos sizlardan shu kommentariyaga ko'proq fikr yozinglar. Kim ko'p fikr yozsa, unga bitta shu keyingi videoda qanday video chiqarishimizni, aynan keyingi videoda o'zi boshqa video oladiganlardan ham tashqari o'sha odam menga video olishda aytishi mumkin. Qanaqa video olishini. Birinchi uzun kommentariy yozadi. Undan so'ng menga aytadi.
Mana men uzun kommentariya yozdim. Men endi men sizdan shuni iltimos qilaman, shu videoni shunaqa video chiqaring, bog'da og'ochada yashab qoling deb video chiqar arsanglar men chiqarveraman. Men yaqinda o'zim ukam bilan ham o'zim video olmoqchiman, videolab. Men hozir 1.6 versiyasida paket Iridiumda video olinyapti hozir. Ukam bilan shunda ulanish osonligi uchun shunday qilaman. Keyingi videoda ham ukam bilan video olayotganda shu versiyada ukam shu yerdan uy tanlaydi. Har xil modlar qo'shaman. Ukam bilan shu o'yinlar o'ynayman. Sizlar bularni tomosha qilib boqish uchun obuna tugmachasini ham bosib qo'yaveringlar. Sizlardan nima ketdi? Obuna bo'lish bepul-ku axir. Men endi bu qishloqlarda menga uy bergani uchun uylarini chiroyligina qilib qo'yaman. Bo'pti, endi men shu chuqurcha yoqmayapti. Qishloqlar tushib ketaveradi. Ko'rdinglarmi? Yana bittasi tushib ketdi. To'xtachi. Keyin men gapiradigan qishloq qilib modini telefondan topish va qanday hacker ashunaqalar qishloqlarda xohlaganicha harakatlantirib, ularga buyruq bera oladi-yu, ularni qanday qilib qilishlarini ham sizlarga o'rgatib o'ta olaman va sizlar ham bu ishlarni bemalol telefonda qilishingiz mumkin. Bo'pti, endi bu videoim tugab qoldi. Boshqa videolarim bunchalik qisqa bo'lmaydi-yu, yo qisqa bo'ladimi? Xullas, hali videolarim ko'p bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman endi. Sizlar bilan sizlarga xayr. Bu video tugadi. Xayr.